Kirgili Pelikan 29-maktab ko'pchilik biladi. Mana 29-maktab yonida bog'cha. Lokatsiyasi zo'r bo'lgan joyda mashinamizni birinchi pod'ezd 5-qavatdan tayyor remonti bilan tayyor kvartira chiqib qoldi, o'ta arzon narxda. Hozir olib kirib ko'rsam, shoshilmasdan ko'ring. Uyimizga chiqib oldik. Uyimiz 4 xonali qilib qo'yilgan, tayyor remonti bilan. Hech kim yashamagan remontdan kirishimizga detskiy xona. Mana bitta kattalar uchun yotoqxona. Mana 29-maktab. Kirgilida 29-maktab lokatsiyasi zo'r вообще. Bu ikkinchi xona ko'rganlar. To'g'rida mehmonxona. Mana bitta garderob. Bitta tualet. Bitta hammom. Oshxonani balkonga olib chiqib, 4 xonali qilib qo'yilgan. Mana oshxonasi. Uyimiz skvazin. Bu tomonda detskiy plashatka, hamma sharoit bor. Narxiga keladigan bo'lsa, uyimiz 3 xonali, 4 xonali qilib qo'yilgan. Narxi aytyapti 24500 dollar beraveraman deyapti. Like bosib video tarqatib, Kirgili 29-maktabdan yo'qtirib yordam video tashlab qo'yamiz.